Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 24-iyun hafta kuniga chorshanba 2026-yil obzorimizni boshladi. Ertalabdan sotib bo'lishdan oldin bugun yangilik mebellarimiz chiqqan. Stenka so'ragan, stol so'ragan obunachilarimiz bor. Xo'p, xudo xolasa inshaalloh arzon, nerealniy narxlarda stol stenkalar qo'yamiz. Obuna bo'lib kuzatinglar. Obzorimizni boshlaymiz bir boshdan. Hop, spalni kravat, 2 kishilik, addenni 90 ga uzuni 1.96 mi shunaqa. Hop, bular yog'ochdan bo'lgan. Chinovga o'xshaydi. Hop, taylari ham dispi. Taylari dispi. Yaxshi holatda, matraslari ortoped. Hop, bunimizning narxi ikkitasi 1.800.000 so'm. Ya'ni 900.000 so'mdan tushadi. Ko'rinishlari ham o'ta chiroyli holatda. Hop, spalni garniturimiz Italiyada ishlab chiqarilgan. Italiya ham haqiqatda mebelga o'ta kuchli. Vobshe zo'r holatda matraslar original ortoped bo'ladi. Hop, bu Trimusning oynasi. Trimusi ikkita tumbuchkasi joyimizcha siqilib qolgani uchun ustini qo'ydik. Shkafini ham uchovsini qulf kaltlari ishlaydi. Qulf kaltlari va ichlari qarang, oppoq. Sizga shunaqasi yarashadi-yu. Ichki holatlari. Bu polkasi. Hop, 4 ta polkasi bor. Haqiqatda bola Italiyaga tan berish kerak lekin ishlariga ham bitta baho beringlar o'zlaring. Tomonlari ham hop, bunimizning narxi 4 million so'm. Qiziqqanlar aloqa chiqaramiz. Telefon raqamlarida videoda oxirida aytib o'tamiz va video pastiga qo'yib qo'yamiz. Hop, shundoq bitta narsa, ikkita narsa, 3 ta, 4 ta, 5 ta narsa. Bu degani shkafi, ikkita tumbuchkasi, spalnisi, trimosi. Shu narsasi 4 million so'm. Hop, divan kreslarimiz bor, 4 tali, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Ikkita kresla, bitta kichkina divan, bitta katta divan. Katta divanni hattoki spalni bo'ladi. Hop, bu tagiga narsa qo'yadigan joyi sandiq deyiladi. Oshxona ovozini eshitdingizmi? Kattagina spalni bo'ladi. Atashmasam 1.30 mikin chiqadi. Turishlari ham bittada. Bitta qo'l harakati. Mexanizmlari soatda ishlayapti-yu. Hop, narxi 2 million so'm. Hatiga 2 million so'm 4 ta narsa. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop, shkafimiz bor. Bolgariya davlati ishlab chiqarilgan, yog'ochdan bo'lgan. Ichki holatlarni ochib ko'rsatamiz. Hop, 4 ta polkasi bor, bitta tortmasi bor. O'zi asli 3 ta bo'ladi. Endi yo'qolib ketgan ekan, biz ham qo'yolmadik. Bu tomoni, ilgay tomoni, vishilka tomoni. Hop, orqa panellarigacha yog'och panel bo'ladi. Hop, bunimizning narxi 1 million so'm atiga. 1 millionga berib yuboramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hop, 4 yillik katta shkafimiz, bu ham sovet paytida chiqqan. Ichki holatlarni ko'rsatamiz. Hop, bu qatori polkasi, buni ham tortmasi yo'q. Bu tomoni ilgay tomoni. Bu addenni bo'ladi. Tepasini addenni boshqa joyga qo'yish ham bo'ladi. Hop, bunisi ham xuddi shunaqa, bir tarafi polka, bir tarafi vishilka. Hop, shu turishiga shu katta shpanelni 1.5 million bo'lsa berib yuboramiz. Addenni so'raganlarga ham kelishaveramiz. Addenni bittasi kerak desiz, bittasini ham sotaveramiz. Aynasi hisob bizga. Hop, keyingi qatorga o'tadigan bo'lsak, keyingi qatorda chiroyli kompaktli shkafimiz bor. 4 eshikli 1, 2, 3, 4. Holatlari zo'r holatda. Bu
Bu tomoni polka, bitta, ikkita, uchta, to'rtta polkasi bor. Bu tomonda ham xuddi shunaqa to'rtta polkasi bor. O'rtasida qo'shimcha polka va vishilkasi bor. Bunimiz narxi 1.200.000 so'm, xolasiz $100, xolasiz 1.200.000 so'm. Qanaqasiga bo'lsa kelishaveramiz. Hop, skitga tushgan shkafimiz 270 ga, balandligi 265. Buni o'zi aslida 2 million tepasida ham bermagandik paytida olib chiqqanimizda. Hop, endi buni skitga tushiryapmiz. 1.800.000 so'mga shunaqa katta shkaf ko'rganmisiz? 270 bunaqasi 265 balandligi. Bu hali nima deydi, o'yiz tayyorlatsangiz bir 6 million 7 million tepasida tushsa kerak. Polka, vishilka. Bunisi ponni polka qatori 5 ta polkasi bor. Chiroyli holatda katta shkaf. Endi qiziq joyiga yetib keldik. Narxini 1.800.000 so'mga, 1.800.000 so'mga arziydimi yo'qmi kommentariyada o'z izohlarini qoldiringlar. Aloqaga chiqib 1.800.000 so'mga beramiz. Dastavkasi Ardenniy ichida bas. Shuni ham aytib o'tib ketay. Kishilik spanlimiz, ikkita tumbichkasi bor. Hop, razmerlari 1.80 ga uzun, 2.10 bu matras razmeri. Matraslari ham yaxshi matrasdan. Hop, bosh tomonlarni chiroyli qilib qoplab qo'ygan, biz machalkalar qo'yib, yumshoqqina qilib 1.100.000 so'mga. Menimcha bunaqa imkoniyat 3-joyda bo'lmasa kerak. Bundan arzoni ham bor. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Stenka bilan stolimiz bor. O'ta arzon, nerealniy narxda. Hop, spanli garniturimiz high-tech fason, akril. Hop, bu Trinosning oynasi. Bu Trinosning tayi, kattaligiga bitta ahamiyat beramiz. Hop, bu shkafi. Shkafi ham bilmayman. O'ta katta. Yuzlari akril, o'rtalari oyna. Hop. Ichki holatlari bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. 6 ta polkasi bor, 4 ta tortmasi bor. Tortmalar hammasi ochilib yopilishlari joyida, kamchiligi yo'q. Ochilib yopilyapti. O'rtasi vishilkada ham ikkita qo'shimcha polkalar. Aybini ham ko'rsatib o'tib ketamiz, ozgina aynaga dars ketgan joyi bor ekan. Primodium enini qaranglar, hurmatli kuzatuvchilar, qanchalik. Buni ham nerealniy narxda qo'yamiz. Aytgandek, spanlisning tumbichkasi bitta, qo'shimcha ikkita bu tomonda tortmasi. Ochilib yopilishlari ham chotki. Bu tomonda ikkita tortmasi. Bu tomonda ikkita tortmasi. Oynasi butun, Trinosning oynasi. Hop, bunimizning narxini nerealniy narxda bo'ladi dedimmi? Nerealniy narxda bo'ladi. O'ta arzon chiqadi, xudo xolisi. 3.5 million so'mga akril spanli garnitur. Menimcha bunaqa narx bo'lmasa kerak. Buni dastavkasi Ardenniy. Aytib o'tib ketay, ko'pchilik dastavkasini ichida qilib ayting desa, ichida qilib aytsak qimmat tuyulyapti. Shuning uchun misol uchun 600 minglik boradigan joy bor, 400 minglik yo 500 minglik boradigan joy bor. Shuni hisobiga biz 600 mingdan oshiq dastavkachi qilib qo'yamiz. Bizga pul ko'payib ketadi. Shuning uchun dastavkasini Ardenniy hisoblaymiz biz. O'zingiz shopir bilan kelishsangiz, o'zingiz ishingiz arzon bitadi. Narxi 3.5 million so'm. O'zdan baho berib o'tib ketasizlar. Hop, kishilik spanli ixchami, matrasi ortoped zo'ridan kerak deganlar uchun oyoqlarigacha polirovniy, yonlarigacha polirovniy. Razmeri matrasi 1.40 ga 1.90 bo'ladi. O'ta kuchli matras. Men aytadigan narxga matrasini ham ola olmaysiz.
Hop, 1 million so'mga aloqaga chiqib olasizlar. Buni matrasini ham u pulga ola olmaysizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Matrasi ham zo'r holatda turibdi. Hop, bag'i sovetskiy, bag'i yangi matrasdan, ortoped. Hop, Bolgariya davlatida ishlab chiqarilgan 100% yog'och. Kerak paytda taklab olib bersangiz bo'ladi. Bu degan Damas mashinangiz bo'lsa ham sig'averadi, kelib olib ketaverasizlar. Hop, yonlari ham yog'och, bunisi ham yog'och. Polirovkalarga bitta ahamiyat beringlar. Matraslar ham o'ta go'zal holatda, egasi chiroyli qilib qoplatgan ekan. Hop. Buni narxini 1.700.000 so'm qo'ygandik. Hop. Ozgina narxini tushiramiz. 1.600.000 so'mga, ya'ni 800.000 so'mdan aloqaga chiqaverasizlar. 1.600.000 so'mga ikkita spanni. Endi kulminatsion nuqtaga yetib keldik. Stenkamiz, stol stulimiz o'ta chiroyli, go'zal holatda turibdi. Aynalar ham yo'q, butun. Kamchilik yo'q. Hali aybi bor ekan, o'shuncha arzon ekan bas. Aybi yo'q, butun panjoni sog'. Nima deydi? Hattoki bu avvalgi aynalarigacha butun turibdi. Eng ko'p sinadigan joyi. Egasi shunday qo'yib qo'ygan, hali ishlatib, buni ochib yopib yurmagan. Hattoki changini ham artmadiydi. Aynalar ko'rinib turibdi, butun pastlari. Zo'r holatda turibdi. Narxi 1.200.000 so'm. Bu degani $100 yoki 1.200.000 so'm. Aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, stol stulimiz 12 talik. Stollari xom bo'ladi. Hop, bu ham ishlamagan, salaballarigacha turibdi. O'zini shilishmagan ekan, kamroq shilishgan ekan. Hop, 12 ta stuli bor, stuli. Hop, bunimizning narxi 1.600.000 so'm. 12 ta stuli bor. Bu hali eski pskadan emas. Hech qancha ishlamagan. Haba bilan 3-4 yil turgan. 1.600.000 so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz. Kir mashinamiz bor, qiziqqanlarga. Hop, 700.000 so'mlik spanniyimiz. Bosh tomonda ko'jasida qirilganlari bor, ozgina, qolgan joylari sog'lom. Ikkita tumbichkasi bilan 700.000 so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Hop, bir kishilik spanniyimiz. Yonida ikkita tortmasi bor, torlik uchun ko'rsatib beramayapman. Bunimizning narxini 600.000 so'm qilib beramiz. Hop, kir mashinamizni ozgina mutaxassis ko'rsatib oladigan joyi bor. Bu kir mashina ishlab turibdi, faqat biz hali siqish funksiyasini ishlatalmadik, ya'ni adjim deydimi ruschasiga, shu funksiyasini ishlatalmadik. 8 kilolik, agar ustiga ko'rsatib olaman desangiz $100 ga beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, lekin mashina yonib o'chishlari hamma yo'q joyida ishlayapti. Faqat biz siqish funksiyasini ishlatalmadik. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 91 681 94 19. Qaytaraman, 91 681 94 19.